Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi xodimiman. 754 multiradar boshqaruvchi haydovchi operatorman. Siz yurib o'tishga harakat davomida haqqingiz bormi? Bor. Multiradarlar noqonuniyligini ikkita qaror asosida isbotlab beraman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-oktyabrdagi PQ 3989 qarorining 4-bandiga asosan patrul avtomobili maxsus yalt-yalt etuvchi va maxsus tovushli ishoralar bilan jihozlangan bo'lishi kerakligi haqida yozilgan va shu qaror asnosida Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi 975-sonli qarorining 32-bandiga muvofiq YP xodimlari maxsus patrul avtomobilidan foydalanishi belgilab qo'yilgan. Ya'ni yuqoridagi ikkita qarorga asosan bu yoki bu ko'rinishdagi barcha multiradarlar noqonuniy hisoblanadi. Faqatgina bu ko'rinishdagi patrul avtomobildagi multiradarlar qonuniydir. Sizga kelgan jarima qaroridan qaysi biri noqonuniy multiradar ekanligini ko'rsatib beraman. Rasmning tepasida multiradar yoki sertifikat deb yozilgan bo'lsa, bular noqonuniy va shu ikki turdagi multiradarni sud orqali bekor qilib 5 million so'm ma'naviy zarar ham undirganmiz. Sizga ham ariza kerak bo'lsa, qonuniy gaplashamiz botidan olib va maxsus yopiq Telegram gruppamizga qo'shila olishingiz mumkin.